Muqaddas Bizning muqaddas oilamiz, Jannat ongi akademiyamizning biz uchun aziz bo'lgan kuzatuvchilari, ishtirokchilari, yagona oilamiz. Barchangizni akademiyamizning sevgi maydonlarida, nur maydonlarida qarshi olamiz va bugun har biringiz bilan to'g'ridan-to'g'ri ko'rishib turganimizdan, birlashib turganimizdan, bir to'lqinda ekanligimizdan judayam xursandmiz va mamnunmiz. Meni ismim Kirael. Men akademiyada ish faoliyati yuritib kelyapman kurator sifatida. Bugun biz ko'proq yoshlik va go'zallik geni kursi haqida to'liqroq ma'lumot berishga, shu kursga oid kelgan savollarga javob berishga, ochib berishga harakat qilamiz. Sababi bizda hozir yoshlik va go'zallik geni kursi umuman boshqa formatda, ya'ni kurator boshchiligida, kurator hamrohligida, qo'llab-quvvatlovida olib borilyapti. O'zi bu yoshlik va go'zallik geni kursimiz 9 ta darsdan iborat. 9 ta darsdan iborat. Ushbu kurs juda kuchli kurs hisoblanadi. 9 ta darsni har birida ham nazariy, ya'ni ham teoriya, ham amaliyot, initiatsiya mavjud. Undan tashqari juda ham ko'p vazifalar berilgan. Ushbu kurs bizda shunaqa bir ajoyib o'ziga xos kursimiz asosan yoshlik genimizni qayta tiklashga, uni uyg'otishga, yosharishga, tanani go'zallashtirishga qaratilgan. Biz bilamiz, har bir ayol, har bir inson o'zini yoshligini yo'qotgisi kelmaydi. O'zini yo'qotgisi kelmaydi. O'zini yoshligini saqlab qolgisi keladi. Chiroyli ko'ringimiz keladi har birimizni. Bu genimiz mavjud. O'zi bizni DNKlarimizda, ustozimiz aytgandek, DNKlarimizda, RNKlarimizda qarish jarayoni yo'q. Shunchaki har bitta hayotiy tashvishlarimiz, muammolarimiz, har bitta yashab o'tgan jarayonlarimiz, bilimimiz yo'qligidan, chastota yetishmaganligidan bu genimiz uyquda. Har bitta marshinkamizning har bitta ajinlarimizga javob beruvchi programmalarimiz, dasturlarimiz mavjud. Yoshlik va go'zallik geni judayam kuchli kurs. Bu kursda o'sha 9 ta darsda ham nazariya, ham initiatsiya deydi. Initiatsiyalar har xil mavzularda berilgan. Yosharishga, go'zallashishga, ranglarimiz, ya'ni terilarimiz tiniqlashishiga, ozishiga. Shu bilan birga biz buni shunday tushundik, tajribamiz shuni ko'rsatdiki, bu nafaqat bizni tana jihatdan yosharishga, go'zallashishga, balki butunlay kengayib ketishimizga, yuragimiz ochilishiga, atrofimizda munosabatimizni asllikka olib o'tishiga, umumiy qilib aytganda hayotimizni ya'ni asllikka olib o'tishga xizmat qiladi. Butunlay insonni ochib yuboradigan kurs hisoblanadi. O'zimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, baribir ham qaysidir ongacham o'sha yuzimiz tashqi tarafdan yoshartirish uchun biz boramiz, terimizni namlantirish uchun kosmetologlarga murojaat qilamiz, nimalardir qabul qilamiz. Bu kurs esa shunaqangi insonni ochib, shunaqangi yoshartiradiki, ya'ni bizni har bitta o'y-xayolimiz, ongimiz darajasi, ichki holatimiz, ruhiyatimiz holati, asl kayfiyatimiz, bular hammasi yuzimizda ifoda etadi, ya'ni ifoda bo'ladi. Bugungi darsni Sapfira o'tmaydilar. Savol ketdi. Bugungi darsimiz asosan savol-javobga qaratilgan. Ushbu kurs bo'yicha savol-javobga qaratilgan. Yoshlik va go'zallik geni kursiga oid savol-javobga, uni ko'proq ochib berishga, chunki bu kurs bo'yicha juda ham ko'p savollar kelib tushgan. Ushbu kursimiz biz bilamiz, o'sha gen uyg'ongandan keyin u gen qanaqadir biz genimiz uyg'otganimiz u bizdan so'rab o'tirmaydi. Ya'ni biz o'zimizni qandoqdir tutishimiz, qanaqadir niqobga kirishimiz, qanaqadir shaklga kirishimiz, formaga kirishimiz shart emas bo'lib qoladi. Chunki
bu уже uyg'oq. U bizdan so'ramay o'tiradi, ya'ni so'ramaydi. Biz orqali harakat qiladi. Tanamiz shunga moslashadi. Ochilish judayam katta bo'ladi bu kursda. Chunki judayam kuchli anglashlar sodir bo'ladi. Bu initiatsiyalarni qabul qilgandan keyin bu chastotalar butunlay va yuqorida aytganimdek, nafaqat yosharishga, nafaqat o'sha tashqi ko'rinishimizga, balki butunlay yuragimiz ochilishiga, judayam chuqur anglashlar. Biz o'sha hayotimizdagi bo'layotgan har bitta vaziyatni tubdan, ildizidan anglashni boshlaymiz. Albatta, kurs jarayonida kuchli transformatsiyalar bo'ladi. Buni hozir har bitta inson bilsa kerak, chunki har bir inson o'zini ustida ishlaydi. Hozir shunaqa davrga keldik. Ya'ni transformatsiya bo'lishi kerak. Kurs qanchalik kuchli bo'lsa, transformatsiya ham shunchalik kuchli bo'ladi. Yoshlik, yosharish natijalariga keladigan bo'lsak, yosharish birinchi darsdanoq boshlanadi. Birinchi etap, birinchi bosqichdayoq. Hammada har xil jarayon kechadi. Kimdir bitta darsda ochilib ketadi, kimgadir ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Ushbu kursni olgandan keyin ushbu kurs butun umrga, har bitta xarid qilgan inson bilan butun umrga qoladi. Va bu kursni butun umr o'zi aslida har bitta gen uyg'otilishiga 3 oy vaqt kerak. 3 oy vaqt o'zini ustida shunchaki eshitish emas, balki aytilgan tartibda, aytilgan instruksiyada chuqur o'zini ustida ish kerak. Mana shundoq qilinganda, ushbu yoshlik va go'zallik geni uyg'otishiga biz kafolat beramiz. Ya'ni agar 3 oy aytilgandek bajarilsa va undan ortiq davomiy. Keyingisi biz ushbu kursni hozir kurator hamrohligida olib boryapmiz. Ya'ni barcha komandamiz a'zolari bilan birgalikda biz ushbu kurs har bitta darsidan keyin, har bitta darsida o'sha 15-20 daqiqa biz savol-javobga qaratamiz. Har bitta ishtirokchini holati, bo'layotgan vaziyati, darslarni qandoq bajarayotganligi hammasi bizni kuzatuvimiz, bizni nazoratimiz, qo'llab-quvvatlovimiz ostida sodir bo'lyapti. Shunchaki zapis sotib olib, ya'ni audio yozuvlar sotib olib, eshitilgandan biz mana shu hozir kurator hamrohligida o'tkazayotganimizda bizni ishtirokchilarimiz juda katta natija ketyapti. Sababi baribir kuzatib turilganda, yo'naltirilib turilganda hech qayerga chalg'ish bo'lmaydi, ya'ni sifatli ish ketadi. Bu albatta natijaga ham ta'sir etadi va har bitta ishtirokchi albatta biz tarafdan qo'llab-quvvatlov his qiladi. Endi savollarga o'tsak, kurs bo'yicha kelgan savollarga o'tsak. Hozir bizga bugungacha kelgan savollarga javob beraman. Bizda savollardan tashqari bitta otziv, ya'ni natijalar ham yuborilgan ekan. Keyin bu yerda sizda hozir biz savollarga javob berish jarayonida agar savollar tug'iladigan bo'lsa, albatta ularga ham javob berib o'tamiz. Birinchi savol: yoshlik va go'zallik geni kursiga oid savolimni yozib qoldirmoqdaman. Meni terimning ayrim joylarida qizil tochkalar, ya'ni meditsina tilida angiomalar ko'paymoqda. Shu kursni judayam sotib olib, o'z yoshligim, go'zalligimni qaytarishni istayman. Shunga yordam berishiga ishonaman. Sapfiryan javoblarini olib, yana ham o'zimga ishonchli bo'lmoqchiman. Savol shunaqa berilgan, shu kursda o'qisam, mana shunaqa holatlardan chiqa olamanmi degan mazmunda. Bilasizmi, bu kurs, bu initiatsiyalar eng yuqori nur stansiyalaridan olib o'tkazilib berilyapti. Bu shunaqangi kuchli chastotalar bizni ongimizda, tanamizda jamiki yig'indilar, programmalar, dasturlar barchasi ko'tariladi va bu nur energiyasida, bu ya'ni chastota kuchida ular erishni boshlaydi va erish jarayonida har xil transformatsiyalar bo'ladi. Bu degani nafaqat bizga qarilikka oid dasturlarimiz, genlarimiz eriydi, balkim tanamizda qandaydir o'zgarishlar, o'sha meditsina tarafdan patologiyalar erib ketilishi, butunlay tuzalishi juda ko'p hollarda kuzatilgan va bu to'g'risida juda ham ko'p natijalar, odzivlar olyapmiz. Shunchaki yoshlik va go'zallik geni deb chegaralab qo'yganligimizni his qilib qoldik bu kursni. Chunki faqat yoshlik va go'zallikka ta'sir etmay, balkim
o'sha sog'lig'imizdagi, terimizdagi uzoq yillardan beri davom etayotgan holatlar erib, butunlay tark etilish jarayoni kuzatilgan. Javobim shuki, bu savolga yordam berishiga ishonaman deb oxirida o'zlari ham aytib qo'ydilar. Albatta ishonchga va o'zini ustida ishlashga bog'liq. Chunki bu initiatsiya bitta o'sha gen uyg'otishga qaratilmay, zanjir qonuni bo'yicha boshqa genlarga ham o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Nafaqat yoshlik va go'zallik geni, balkim bizda serobgarlik geni, chunki ong kengaydi, ongimiz hajmi kengaydida, ongimizni eng yuqori darajalarga o'tamiz. Buni boshqa tilda uyg'onish kursi deb atasa ham bo'ladi, umumiy qilib. Nafaqat yoshlik geni va boshqa genlarimizga ham ta'sir etadi, o'z ta'sir kuchini ko'rsatadi. Buni albatta bu kurs jarayonida inson o'zini ustida ishlash jarayonida bunga amin bo'ladi. Keyingi savol. Kuratorlar biz bilan kurs tugaguncha birga bo'lasizlarmi yoki tugagandan keyin ham savollarimga javob berasizlarmi? Albatta biz kurs davomida ham, kurs tugagandan keyin 1 oy va undan ko'proq sizni savollaringizga javob berib, vaziyatlaringizda, turib qolgan vaziyatlaringizda qandoq chiqish kerak, qandoq ishlash kerak, buni albatta doim yo'naltirib turamiz. Shunday holatlar bo'lgan, juda ham ko'p kurslarimiz tugagandan keyin hali hamon nafaqat 1 oy, balkim 5-6 oygacha biz hamrohlik qilamiz desak ham bo'ladi. Ya'ni savollarga javob berishga, yo'naltirishga, vaziyatlardan sifatli chiqishga yordam beramiz. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Yoshim 21da. Kichkinaligimdan beri o'zimni boshqa qizlardan kam his qilardim. Pulimiz ko'p bo'lmaganligi va o'zimizga hamma narsani pozvolit qila olmaganligimiz uchun. Keyin bu muammo tashqi ko'rinishimga, o'zimni qanday qabul qilishimga o'tdi. O'zimni xunuk deb his qila boshladim. Atrofdagilar ham ko'rinishim haqida gapirardi ba'zida. Keyin agar men chiroyli bo'lmasam, hech bo'lmaganda aqlli bo'lishim kerak deb o'ylay boshladim va bor vujudim bilan yoqsa yoqmasa ham dars qilardim. Dugonalarim bilan birga aylanishlarga, bayramlarga bormasdim. Universitetda bu narsa juda ham kuchaydi. Lekin keyinchalik qancha ko'p o'qimasam ham, qancha ko'p harakat qilmasam ham baholarim past chiqardi. Har doim grantga harakat qilardim, o'xshamadi. Hamon haligacha o'zimni qo'limdan ko'proq narsa kelsa ham, ko'proq narsa bilsam ham, men o'zimni kam his qilaman. Men boshqalardek natija uchun 2 baravar ko'p harakat qilishim kerak. Tashqi ko'rinishimga kelsak, men 7 yildan beri ozolmayapman. O'g'rilarimdan qutula olmayapman. Doktorga ham bordim, gormon deyishdi, dori, dieta, sport hammasini qildim, natija bo'lmadi. O'zim bilamanki, hamma muammo psixikamda, lekin o'zimga hech qanaqasiga yordam bera olmayapman. Na turib sport bilan shug'ullanish, yuzimga qanaqadir uhud qilish, absolyutno hech narsa, hech qayerda ishlamayman, hech qanaqa ish qilgim kelmaydi. Shunchaki kun bo'yi yotsam. Mendan hech kim hech narsa kutmasa, talab qilmasa, 1 yildan beri shu ahvolda faqat yotaman. Lekin bu yog'iga bunaqa yashagim kelmayapti. Baribir o'zimda kuch topolmayapman. Bu yerda ham savol, ham javob birga aytib ketilgan. Ya'ni bu qizimiz o'sha o'zini xunuk hisoblaganligi, pul yetishmovchiligi, o'zini xunuk hisoblaganligi sababli niqoblarga kirishni boshlagan. Niqobga kirish bu o'zimizni qalbimizga, asligimizga qarshi ketish hisoblanadi. Bunaqa paytda mana harakat qilsam ham o'xshamay qoldi degan, demak asliga o'tish vaqti keldi. Ya'ni butunlay niqoblarni yechib, asl ilohiy ruh tanasidada, u asl ongda yashash vaqti keldi degani. Sizga ham shu kursni tavsiya qilgan bo'lardik. Sababi mana bu ozolmayapman deyapsiz. Biz sport bilan shug'ullanaylik. Boya yuqorida aytganimdek, har xil dietalar qilaylik, badlar ichaylik, lekin semirishga sabablar bor. Semirishga bo'lgan bizni dasturlarimiz bor. Undan tashqari mana shu yoshlik va go'zallik genida o'zim o'qib, parallelno shuni tushundimki, biz hozir o'zimizni xunuk hisoblayotganimizni qachon birinchi marta xunuk deb o'zimizga buni kirgizdik, buni ya'ni mahkamlab oldik. Bular juda chuqur anglashlar keladi. Har bitta anglash siz juda katta ochilishlarga olib keladi. Har bitta anglashda o'zimiz guvohi bo'lyapmiz. O'zimda ham shuni bemalol ayta olaman o'zim natijamni. Har bitta darsda, har bitta anglashda terimni rangi oqarib, ocharib, yaltirashni boshladi. Hozirda atrofimda hamma so'raydi. Hatto men 2 yildan beri yuzimga hech qanaqa protsedura qila olmay qoldim. Sababi menda o'sha 2 yil oldin qanaqadir protsedura qildirganimda allergiya holati kuzatilgandi. Shundan beri yuzimga tegmayman.
Lekin mana shu kurs, umuman ushbu kurs, initiatsiyalar, umuman mana shu kurslarda necha yildan beri davom etib kelayotgan bo'lsam, bu narsani nafaqat o'zim, balki atrof so'raydi va hatto aytishadi, siz yuziga nimadir qilasiz, bizdan yashirasiz degan shunaqa odzivlar ham bo'ladi. Initiatsiya bu nur chastotasi. Bu degan jamiki yerga oid, umuman anchadan beri chiqolmayotgan muammolar, xoh munosabatda bo'lsin, xoh tashqi ko'rinishimizda, tanamizda bo'lsin, bular tark etiladi. Tark etilmay iloji yo'q, chunki yuqori chastota ko'tarilib boradi. Istalgan innovatsion kursimizda chastota ko'tarilib boradi. Chastota ko'tarilgandan keyin bu tanamizdagi kasalliklar, bu o'sha niqoblar, maskalar, ya'ni munosabatlar, pul yetishmovchiligi, sog'lomsizliklar bu chastotada turolmaydi. Ya'ni biz bilan bo'lolmaydi. Biz ancha balandlashib, yuqorilashib ketamiz. Bu o'lchamlarni, bu hayot yashamlarini, bu kasalliklar o'lchamini tark etamiz. Shu qizimizga shunday degan bo'lardim, mana shu yoshlik va go'zalligida shunaqa xohish uyg'onib ketadi o'zini ustida ishlashga. Mana inson ongida baribir ham biz tashqi ko'rinishimizni yaxshilash atrof uchun qilamiz yoki o'zimizni qabul qilish uchun qilamiz. Bu yoshlik va go'zalligida shunaqa hislarimiz ochilib ketadi. Yoshligimizga qaytib qolamiz. O'sha asl tabiiy motivatsiyamiz bo'ladi-ku, nimadir qilishga, yaratishga qiziqish paydo bo'ladi. Asllikda sport bilan shug'ullanish xohishi ham paydo bo'ladi. Nafaqat gen uyg'ongandan keyin asl xohishlar ham uyg'onadi. Barcha xohishlarga shunga yarasha kuch ham beriladi, energiya beriladi. Nafaqat siz shunchaki dars eshitib yosharib bo'lasiz, balki sizda yaratish xohishi paydo bo'ladi. O'zingizdan boshlanadi bu albatta. Sport bilan shug'ullangim kelishi boshladi menda ham. Imij o'zgartirgisi kelib qoladi. Oilada, farzandlar bilan munosabat, hatto oddiy taom tayyorlayotganda insonda yaratish kuchi paydo bo'ladi. Shuning uchun bemalol, ya'ni bu savolda ham mazmuni shunaqaki, shu kursda chiqa olamanmi? Albatta, bemalol bu kursni siz xarid qilib, o'zingizni ustingizda ishlab, siz aytayotgan mana shu, siz bizga yuborgan savolingizda aytayotgan barcha holatlardan bemalol chiqa olasiz deb ayta olaman. Sochlarga ta'siri. Hozir men bu yoqdagi savollarni tugatib, keyin bu yoqqa o'taman. Mana bu yoqda yashagim kelmayapti deyilgan. Bular hammasi o'sha dars jarayonida, o'zini ustida ishlaganda bular hammasi tark etiladi. Chunki boya aytganimdek, asl hislar, yoshlik hislari, yashash xohishi yoshligimizda baribir qanaqa bo'lganmiz? Bu umuman boshqa darajada, bu уже nur ongidan sodir bo'lishni boshlaydi. Assalomu alaykum. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Sapfira ustozim va jamoasi. Menda quvonch, xursandchilik, kulgu holatlari ko'paygan. Bu savol emas, natija ekan. Menda quvonch, xursandchilik, kulgu holatlari ko'paygan. Mazza qilib kulyapman. Avvallari tez-tez asabiylashib, tushkun holatda yurardim. Darslarni eshita boshlaganimdan beri juda boshqacha hislar, xuddi yoshligimdagidek quvonch, beg'uborlik holatlari paydo bo'ldi. Kiyinishim ham o'zgaryapti. Qalbim xohlagandek kiyinishni istayapman. Xohlamagan narsalarni qilmayapman. Xohlamagan narsalar, xullas juda mazza qilib, baxtni his qilib yashayapman. Sapfiradan juda minnatdorman. Baxtliman. Rahmat, tashakkurlarim. Undan keyingisi. Assalomu alaykum Sapfira, cheksiz sevgim. Sizga savolim, moddiy tomondan men katta summadagi pullarga ochila olmayapman va erkak kishi bilan munosabat o'rnata olmayman. Yoshim 30da, hayotimda bironta yigit bilan yaqin munosabat qila olmaganman. Turmushga chiqaman desam, o'zim xohlagan inson tortib ola olmayapman. Bunda o'zimda erkaklik gormoni kuchlimi? Yoki erkaklarga nafrat bilan ishlash kerakmi? Ota bilan ishlash kerakligini ham eshitib turaman. Natijaga chiqishimda moddiy tomondan va munosabatdan qanday yechim bera olasiz? Rahmat Sapfira, siz supersiz men uchun. Siz ezoteriklarni qirolichasiz. Baribir men sizni qalbim bilan yaxshi ko'raman. Judayam samimiy, oliyjanobsiz. Bilasizmi, samimiylik eng go'zallik, ya'ni asl go'zallik men bu samimiylik deb o'ylaymanda. O'sha qaysidir insonlar kuzatganimizda beg'uborligi, samimiyligi yuzidan
ifor bo'lib taralib turadida. A, bu chastotalarda biz samimiyligimiz uyg'onmay, samimiy munosabat qilmay ilojimiz yo'q. Biz avtomatik ravishda o'sha asl samimiylik hislatlarimiz uyg'onib, u hislatlar orqali yashashni, u hislatlar orqali munosabat qilishni boshlaymiz. Savolga qaytsak, bu savol, har bitta savol o'zi bitta katta mavzu. Bu savolga, misol uchun hozir javob berishga harakat qilamiz, lekin bu bitta savolga bitta javob bilan yechim topib bo'lmaydi. Albatta, bosqichma-bosqich o'zini ustida ishlash kerak. Bu yerda diqqat ko'proq, o'zim xohlagan insonni tortib ola olmayapman va, ikkilanishga qaratilgan. Ya'ni erkaklik gormoni kuchayib ketdimi? Bitta savolga bitta tarafdan qaralmaydi. Faqat gormon kuchaydi deb qaralmaydi. Bu yerda albatta erkak kirib kelsa hayotimizga nima bo'ladi? Nima uchun erkakni hayotga kirgizmayapmiz? Qandaydir erkak kirgizishga, hayotimizga erkakni kirgizishga qo'rquvlar, qo'rquv dasturlari turgan bo'lishi mumkin. Qandaydir xotiralar yo'l qo'ymaydigan bo'lishi mumkin. Aqlan xohlaveramiz, albatta aqlan chiroyli hayot, chiroyli munosabat va serobgar hayot xohlaveramiz. Lekin qachonlardir hayotimizda qandaydir vaziyatlar sodir bo'lib, bolaligimizda, umuman hayotimiz davomida qandaydir vaziyatlar sodir bo'lib, o'sha hayotimizda qandaydir vaziyatlar sodir bo'lib, biz o'sha paytda anglamagan holatda, a, ya'ni erkak kishi yokida turmush o'rtog'i yoki pulimiz, serobgarlikda yashasak, qandaydir vaziyatlar sodir bo'lar ekan deb, buni o'sha paytda inkor qilib bo'lishimiz mumkin. Bularni qarab chiqish kerak chuqurroq. Bularni o'zingiz ham qarab chiqsangiz bo'ladi. Qanday? Aynan yana shu, nimaga qaytamiz. Initiatsiya bu nur. Ya'ni bu, qabul qilganimizdan keyin bizni ongimizga kirib, ongimizni har bitta qavatlarini mana shundoq xuddi atirgul ochilgandek ochib tashlashni boshlaydi va bizda eslash jarayoni sodir bo'ladi. Qachon, qayerda, biz, erkakdan voz kechdik? Nima uchun hozir hayotimizga pul kirmayapti? Nima uchun kirgizmayapmiz? Kirgizsak nima bo'ladi? Bizda nur initiatsiyasi kirganda bizda eslash jarayoni boshlanadi. Biz uni eslaganimizdan keyin biz nima deymiz? Ha, ana shu yerda o'zim inkor qilgan ekanman. Mana bu yoqda o'zim tanlamagan ekanman. Mana bu yoqda o'zim to'siq qo'yayotgan ekanman. O'zim kirgizmayotgan ekanman deb eslashni boshlaymiz va kurs davomida, hozir kursimiz 5-yo 6-oltinchi darsga keldik. Kurs davomida barcha oxirigacha eshitilsa, barcha savollaringizga javob o'zingizda keladi. Boshida ozroq keladi. Qayta eshitganingiz sari siz, umumiy qilib aytganda, bu shunaqa kurslar, bu initiatsiya shunaqa kuchi, qudrati balandki, siz o'zingizga o'zingiz psixolog, o'zingizga o'zingiz master bo'lib boshlaysiz. Albatta aytilganday qilinganda. Keyingisi Keyingi savol. Assalomu alaykum, Sapfira. Men sizni birinchi marta kursingizda o'qiyapman. Bu yoshlik va go'zalligini kursi ishtirokchimizdan, sevgi qismimizdan kelgan savol. Darslarni eshityapman. Hamma atrofimdagilar boshqacha bo'lib qolibsiz, yosharibsizmi degan gap-so'zlarni eshitib xursand bo'lyapman. Buning uchun sizga katta rahmat. Men hozir moliyaviy erkinlikda nol balansga tushganman. Oddiy, oldin 5 yil oldin oyiga 10 mingdan 20 ming dollargacha pul topganman. Lekin u paytda kafe yuritganman. Hozir qo'limda kafe yo'q. Uydaman, lekin 5 yilga, 5 yilga qarad 5 yilga qaradim, ustimda ishlayman. Psixolog bo'lishni xohlab Moskvaga o'qishga kirib, hozir 4-kursman, onlayn o'qiyman. Menga pullar hozir qizim orqali keladi. Turmush o'rtog'im o'sha paytda 2020-yil ketgan, farzandlarim bilan o'zim qolganman.
Men o'zim qaytadan pullarga ochilishni xohlayman. Ustimda ishlashdan to'xtamayman, lekin katta pullarga ochilolmayapman. Oldingidek nima qilsam bo'ladi? Oldindan rahmat javob uchun. Oldinlari juda ham katta summada pul topgan, katta masshtabda pul topgan bo'lsak ham, qaysidir vaqtga kelib bu to'xtashi ham bu bizga belgi, signal. Demak, umuman astlikda o'sish vaqti keldi degani, butunlay boylik genini uyg'otish vaqti keldi degani, butunlay qalb kasbingda ish yuritish vaqti keldi degani. Chunki shunday bo'lmasa biz izlamaymiz, o'zimizdan qidirmaymiz. Ya'ni, o'sha misol uchun kafe yuritganman deyapsiz. Demak, siz o'zizda, o'zizni mana o'ziz aytyapsiz, psixolog bo'lishni xohlayman. Psixolog bo'lishni xohlab, men Moskvaga o'qishga kirdim. A, ya'ni asl yo'limda ketmoqchiman deyapsiz-da. И agar siz hozir 4-kurs bo'ladigan bo'lsangiz, hozirda ishlamayotgan bo'lsangiz, o'ziz ya'ni qanaqadir ish faoliyati yuritmayotgan bo'lsangiz, katta pullarga ochilishni xohlasangiz, siz hozir yoshlik va go'zallik geni kursida o'qiyapsiz. Sizda buning uchun barcha qurollar bor. Ya'ni sizda anglashga, o'zingizni ochishga, butunlay o'zingizni ochib yuborishga, o'zingizni kasbingizni boshlashga barcha qurollar bor. Bu yerda, bu darslarda bizda agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, qo'rquv yo'qolib qoladi, xotirjam bo'lishni boshlaymiz. Chunki anglasak, anglamasak biz yarata olishimizga asl ishonch uyg'onayotgan bo'ladi. Pul to'xtaganligini sababli asllikka, asl kasbga qaytish bo'lishi ham mumkin. Ya'ni bitta savolga ehtimol bilan qaraymiz, keyin qaraymiz. Bu o'zizda, o'zizni yo'nalishingizda, qalb kasbingizda, o'zizni ruhingizni missiyasida ketishingiz uchun to'xtagan bo'lishi mumkin. Hozirda sizda qanaqa qurollar bor? Hozir nima bera olasiz atrofga? Nimadan boshlay olasiz? Shundan qo'rqmasdan astlikda boshlashingiz mumkin. Mana shu katta pullarga ochilishni xohlayman. Katta pullar deganda, mana shu ushbu kursimiz ham juda katta yordam beradi. Bitta uyg'ongan gen avtomatik ravishda boshqa genlarimizga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Xuddi bizda bitta hujayramiz zararlansa yoki nekrozga uchrasa, qorayishni boshlasa deylik, u avtomatik ravishda boshqa hujayralarni yuqtirishni boshlaydi. Xuddi shunday bitta genimizni uyg'otdikmi, u avtomatik ravishda boshqa genlarimizga ham ta'sir etadi. Ularni uyg'otishni boshlaydi. Bu degani boylik geni, bu degani sog'lomlik geni, ya'ni donolik geni. Buni chegarasi yo'q. Qancha aytsak tugamaydi. Boshqa genlarimizga ham o'zini chastotasi bilan ta'sirini o'tkazadi. Bu yerda savolingizga javob shuki, sekin siz hozir bera oladigan, qila oladigan ishingizni boshlashingiz mumkin. Endi siz nima boshlasangiz ham, yoshlik va go'zallik genida o'qiyapsiz. Sizda chastota baland, sizda sevgi bor, siz yuragingiz ochildi. Siz ma'lum bir ong darajasiga ko'tarildingiz. Endi siz shunchaki dars bermaysiz. Endi siz nima ish qilishingizdan qat'iy nazar dars berasizmi? Ovqat pishirib sotasizmi? Salonda ishlaysizmi? Siz endi nur o'tkazguvchisi hisoblanasiz. Bu darslarga kirib kelganimizdan keyin, initiatsiyalarga kirib kelganimizdan keyin bu nur chastotasi shunaqa kuchga, shunaqa energiyaki, chunki sizni energiyangiz tozalandi, siz asl energiyalarni qabul qildingiz, ilohiy ruhingiz bilan ulandingiz, ongingiz eng yuqori nur stansiyalari bilan ulandi. Biz bilamiz, ongimiz qayerda bo'lsa, qaysi darajada bo'lsa, o'sha yerdan turib gapiramiz, o'sha yerdan turib harakat qilamiz, o'sha yoqdan turib insonlar bilan munosabat qilamiz, o'sha yerdan turib yaratamiz. Nima ish qilamiz? Oddiy olib kelib, ko'ylak olib kelib sotsak ham biz уже nur initiatsiyasini o'tkazamiz hisob. Chunki biz o'sha ondan, o'sha darajadan turib harakat qildik degani. Shuning uchun men ham noldan boshlaganman-da bu yerga kirib kelganimda. Bemalol ayta olaman. Mana shu initiatsiyalar istalgan ishimda qo'limni, ya'ni shunday deb aytishimiz mumkin. Qo'lingizni tekkizgan joyingizda уже siz nurdan turib yaratasiz, nur o'tkazasiz. Qo'rqmay, hozir nimadan boshlay olasiz? Qo'lingizdan kelgancha boshlashingiz mumkin. Bu energiyani his qilgan odam, sizga kelgan odam klient bo'lib keladimi? Bu energiyani albatta his qiladi. Keyingi savol. Ilohiy ism qandoq olinadi? Uni ham meditatsiyasi yoki initiatsiyasi bormi? O'zi initiatsiya qabul qilganimizda
Gohida so'rasak, gohida so'ramasak ham ism keladi. Ya'ni qulog'ingiz tagida yoki tilingizga qanaqadir ism qayta-qayta kelaveradi yoki ko'pincha tushlarimizda beriladi. Bu yoqda ahamiyatli bo'lishi kerak. Initiatsiyalarni qayta-qayta eshitilganda, sifatli eshitilganda, to'g'ri murojaat qilinganda o'zi ism keladi. Tinmay tilingizda shu ism, o'sha so'z, ya'ni ism aylanadi yoki qulog'ingizga chalinadi yoki tushingizda berishadi. Buni o'zingiz juda chuqur his qilib olasiz. Kuratorlar biz bilan kurs tugaguncha birga bo'lasizlarmi yoki tugagandan keyin ham savollarimizga javob berasizlarmi? Bunga yuqorida javob berdim. 1 oy va undan ortiq javob beramiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Vaziyatlaringizda, turib qolgan vaziyatlaringizda yo'l yo'riq ko'rsatamiz. Birinchi, ikkinchi da birinchi, ikkinchi, uchinchi darsni bir kun, 4-ta 5 darsni ertasiga, ya'ni kun ora qilib eshitsak bo'ladimi? Bo'ladi. Bu yerda muhimi bir kunda aytilgan tartibda, aytilgan miqdorda initiatsiya eshitilsa bo'ldi. Assalomu alaykum. Meni ham shu savol qiziqtiryapti. Ilohiy ism qanday olish mumkin? Bunga javob berdim. Samoviy ism olish bo'yicha hozir javob berdim. Initiatsiya eshitilganda initiatsiya eshitdik, biz chastotani qabul qildik. Demak, ongimiz asl uyimiz bilan eng yuqori o'lchamlarda ulandi degani. Shunaqa paytda biz ruhimiz ismi o'zi beriladi. Faqat ahamiyatli bo'lishi kerak. Balkim kelayotgandir, qayta-qayta qulog'ingizga chalinishi, tilingiz, ya'ni o'zingizga ichkaridan fikr oqimi bo'lib kelishi mumkin. Ilohiy ism olmoqchi bo'lsangiz, o'sha kursda qandoq murojaat qilinish sxemasini bilasiz. Ya'ni murojaatlarimiz bor, kodlarimiz bor. Ism olishga kodlashtirsangiz ham bo'ladi. O'zi mana olmoqchiman dedingiz, уже bu xohish paydo bo'ldimi? Demak, siz tanlayapsiz. Demak, sizga ism keladi. Muhimi tanlash. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Sapfira va uning jamoasi. Sevgilarim, menda savol bor. Men hozir kurs eshitish bilan parallel ravishda kollagen batlar ichyapman. Buni menga hech qanaqa zarari yo'qmi? Yo'q, aslo zarari yo'q. Aksincha, bunaqa kuchli chastotalar bilan ishlaganda tanaga ham yordam beringlar deb aytiladi. Ya'ni batlarni agar u bat bo'lsa, u tabiiy bo'lsa, hech ham zarari yo'q. Bu degani siz ham ongizni, ham tanani birga olib ketyapsiz degani. Endi bu yerdagi savollarga o'tamiz. Birinchi savol egasi edim. Javobni olish jarayonimda tanamda chuqur vibratsiya ketdi. Hatto ko'zlarimdan yoshlar kela boshladi. Bu vibratsiyani so'z bilan ifodalay olmayman. Shuni ham aytib o'tishim kerak. Men shu vibratsiya olayotganda ko'tarilish paytida har xil ko'tarishlar bo'ladi. Chunki bu ko'tarilish bo'ladi. Ya'ni ko'rib olishimiz uchun nima bo'lyapti, qandoq ishlashimiz uchun, qandoq tark etishimiz uchun-da. Bu ko'tarilishlar tark etish uchun bo'ladi. Qayta-qayta eshitganimizda bu chastotalar bilan bitta bo'lib ketamiz. Bitta tana, ya'ni bitta to'lqinda bo'lib ketamiz va bu ko'tarishlar уже ya'ni sizni bezovta qilmay qo'yadi. Qaysi ma'noda? Siz xavotirlanmaysiz, sizda ishonch bo'ladi bu tark etishga. Faqat bir sinxronga kelib olguncha boshida shunaqa ko'tarishlar bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Nur bilimlarini olganimda birinchi darslarni qildim. Ko'p dars qildim, lekin 4 kundan beri dars qilgim kelmaydi. Shuning uchun aytiladi, agar birinchi marta eshitayotgan bo'lsangiz, siz oldin nur bilimlarida nur initiatsiyalar olmagan bo'lsangiz, boshida biz o'sha kursda tartib yozganmiz. Har kuni ogohlantirib turamiz. Ya'ni ogohlantirish tekstlarimiz bor. 2 martadan eshiting, 1 martadan eshiting, orada dam bering. Birdaniga o'tirib, chunki bu sevgi energiyasida odam o'zini to'xtata olmaydi, qilgisi kelaveradi. Lekin aytilgan tartibda qilish kerak. Sababi aytilgan tartibda qilinmasa, birdaniga ko'p qiyorilsa, ong hazm qilib ulgurishi kerak. O'sha hazm qilish uchun ham keyin qilolmay qolamiz. Bu shunaqa sevgi energiyasi, o'zimizni to'xtatgimiz kelmaydi. Butun umr hamma joydan, hamma vaziyatdan izlagan sevgimizni shu yerdan topganmiz. Shuning uchun to'xtata olmaymiz, lekin tushunib turish kerak. Davomiy ketish uchun, oxirigacha genda uyg'otish uchun, butunlay hayotimizga nur sevgini kirg'izish uchun aytilgan tartibda qilinsa, siz oxirigacha bora olasiz. Xuddi agar misol qilib keltiradigan bo'lsak, o'sha taomni ortiqcha yevorsak, hazm qilishga bermasak, dam bermasak, oshqozon ishdan chiqadi. U qayt qilishni boshlaydi. Ya'ni ma'lum bir vaqt kerak bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday
Hozir agar ko'p qilib bo'lsangiz, hozir qilgisi kelmayotgan bo'lsa, bu ham tabiiy jarayon. Ozgina vaqt kerak. Siz o'sha darslarni qilib, ular joy-joyiga tushishi uchun. Yoshim 42 da. Yoshlik va go'zallik geni bepul kursini birinchisini YouTube'dan eshitdim. Yoshlik va go'zallik genini birinchisi YouTube'da berilgan bepul formatda. Qiziqayotganlar bemalol eshitishlari mumkin. Birinchi eshitishingizdayoq buni energiyasini, buni kuchini his qilasiz. Birinchi kuni holsizlik, tomoqda, burunda og'riq yotib ham qoldim. Keyingi yana qayta-qayta eshita boshladim. 3-4 martacha. Hozir yuzim tiniqlashgandan keyin nurli qo'llarim nurli qo'llarim ham chiroyli tekis bo'lib qoldi. Tanishlarim hamma yoshi kattaygan sari qarisiz, siz yosharyapsiz deyishyapti. Qalbim yumshoq va quvnoq bo'lib qolganman. Ichimda samimiy va beg'ubor bo'lib qoldim. Hammadan yaxshilik izlayman va quvonch beryapman. Aynan. Mana hozir o'tgan darsda ham boshida efir qildikda, boshida ochiq savol-javob qildik. Shu yerda aytishyaptiki, atrofim shunaqa o'zgaryapti, turmush o'rtog'im yumshagan, o'sha oila a'zolarim. Chunki biz ichkaridan o'zgarishni boshlaymiz. Atrofga avvalambor o'zimizga munosabat o'zgaradi. Keyin o'zimizga munosabat o'zgaradi va atrofga sevgi. Bu energiyalar chastotali sevgi. Sevgi kirgandan keyin sevgi uyg'ongandan keyin sevgi bilan qarashni boshlaymiz. Avtomatik ravishda atrofimizdagi insonlar munosabati ham o'zgaradi. Am, Meni savolim shundan iboratki, har qanday kursni, har qanday initiatsiyalarni eshitishimdan qat'iy nazar, kichik qizim 1,5 yosh, shu qizim kasal bo'ladi. Homiladorlik vaqtim jannat ongini eshitganman. Judayam ko'tarishlarim kuchli bo'lib, qaynopam urib ko'chaga chiqarib qo'ygan. Bu qizim ichimda payti doimiy ugroza xavfi bo'lgan. Kasal bo'lsa panikaga, qo'rquvga tushib qolaman, yo'qotib qo'yishdan qattiq qo'rqaman. Hech qo'yvora olmayapman. Boylik kodi 2 ni ham sotib olib, aprelda pnevmoniya bilan shifoxonaga tushib qoldik. Bor yo'g'i bor yo'g'i 3 ta dars eshitdim, keyin qo'rqib yopib qo'ydim. Qachonki rivoj uchun harakat qilsam, shu qizim to'sqinlik qiladi, kasal bo'ladi, bor energiyamni oladi. Natijada barcha boshlab qo'ygan kurslarim chala qolib ketadi. Bunga biror yechim bormi? Mana hozir buyuklikni yodga ol kursini eshityapman. Avval katta qizim, keyin kichkina qizim. Mana hozir o'zim shamollab yotibman. Menga nima tavsiya qila olasiz? Burun, tomoq, quloqlarimgacha og'riyapti. Hech kimni tinglagim, hech kimni ko'rgim kelmayapti. Birinchi navbatda men o'zim his qilganimni aytaman. Birinchi navbatda men ya'ni menga rivojlanish mumkin emas. Men rivoj yo'liga o'tsam, albatta nimadir bo'ladi. Demak, men o'zimga vaqt ajratsam, men o'zimni ustimda ishlasam, o'zimni desam, menga o'zimni deyish mumkin emas degan dastur turgan bo'lishi ham mumkin bu yerda. Keyingisi, mana birinchi marta bu nur initiatsiyalarni eshitdingiz va bilasiz, что hozir ko'tarilish bu sizda tabiiy holat. Bu ko'tarilish kerak. Lekin ko'tarilish bo'lganda baribir boyagi har bitta aytgan gapimiz, darsda aytilayotgan jarayon esimizdan chiqib qolishi mumkin-da, jarayon kuchliligidan. Shunaqa paytda bizda miyamizda сохранить tugmachasi borda, ya'ni saqlab olish o'zimizga. Bir marta bo'lgan vaziyatni saqlab olamiz. Demak, ongsiz ravishda bu har doim bo'ladi. Har safar ahamiyat berib ko'ring, qarab ko'ring. Adashishimiz ham mumkin bu bitta tarafi. Keyingi har safar initiatsiyaga kirishayotganingizda, qanaqadir o'zingiz bilan ustingizda ishlashga kirishayotganingizda, voy hozir eshitsam o'tgan safargidek bo'lmasmikan degan nuqtadan, degan dasturdan turib harakatlanmayapsiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu yerda karmический aspektlar ham uyg'onib ketadi. O'tgan hayotdan xotiralar, o'sha uyg'onishimizga kelganda farzandlarimiz bilan nimadir bo'lgan, o'zimiz bilan nimadir bo'lgan va o'sha yerda uyg'onishni inkor qilib yuborgan bo'lishimiz mumkin. Uyg'onsam, bu oilamga xavf tug'diradi, bu menga xavf tug'diradi. Biz bilamiz, bizni eng nozik joyimiz bu farzandlarimiz. Mana shu xotiralarım uyg'onib ketgan bo'lishi mumkin. Agar siz jannat ongi ishtirokchisi bo'lsangiz va hozirda kurslarimiz davom etayotgan bo'lsangiz, sizda eritish qurollari bor. Bu sizda bo'layotgan vaziyatlarni eritib chiqib ketsa bo'ladi. Eritganingizga qarshi, ya'ni ishga tushirib chiqib ketsangiz bo'ladi. Qarab ko'rish kerak. Qarab ko'ring, darslarni eshitganda qaysi energiyada, qaysi o'y-xayolda eshityapsiz. Har eshitganda xohlaysiz, lekin kirsam hozir yana qizim kasal bo'lmasmikan degan nuqtadan turib harakat qilmayapsizmi? Chunki nima bo'lsa ham baribir uyg'onishni tanlasak, nima bo'lsa ham ketaman. Chunki uyg'onayotgan insonda bunaqa ssenariylar
bo'lishi mumkin emas deb aytadilar ustozimiz. Faqat undan o'tib olish kerak. Ana shu o'tib olish jarayonida ko'pincha qo'rqib qolib ketamiz. Eshitganimiz sari, ishonchda ketganimiz sari to'g'ri ishlash, eritilinish, murojaat orqali biz o'tib olamiz undan. Bitta o'zimizni berib yuborsak, nima bo'lishidan qat'iy nazar uyg'onishda davom etaman deb berib yuborsak, bu jarayonni o'tib olish ham mumkin. Chunki bo'lishi kerak bo'lgan narsa baribir ham inson ongida bo'ladi. Bu yerda bizda qurol bor buni tark etishga. Chastota bor. Kun davomida initiatsiya eshitganda faqat bitta initiatsiyani eshitish shartmi yoki har xil initiatsiyalarni aralashtirib kun davomida 4-5 marta eshitsa ham bo'ladimi? Misol uchun, birinchi initiatsiya berildi, keyingi initiatsiyagacha uni har kuni eshitasiz. Keyin ikkinchisi qo'shiladi. Uchinchi initiatsiyaga u ikkitani eshitib borasiz. Keyin uchinchisi qo'shiladi. Endi sizda misol uchun bir kunda 3 marta eshitish mumkin bo'lsa, o'sha boshidagi 3 tani ko'proq eshitasiz. Biz aytamiz har doim любойga endi uyg'otishga 3 oy vaqt kerak. O'zi 3 oy davomida kuniga 3 martadan keyin ko'paytirib, ya'ni ko'tarilib boradi miqdori 4 ta, 5 ta ko'tarilganda siz ham har bitta initiatsiyani oxiriga maromiga yetkazib eshitasiz. Bu yerda o'zingiz tartib qilib olishingiz mumkin. Lekin boshidan aralashtirib bo'lmaydi. Bitta u yoqdan, bitta bu yoqdan qilib. Avvallari ko'p uxlashni orzu qilardik. Maza qilib uxlasam ekan der edim, lekin boshqadan ham eshitardim maza qilib uxlasam ekan degan gapni. Hozirda ko'p uxlayman, ko'p uxlayman. Demak, initiatsiyalarni eshitganda demoqchimisiz? Iltimos javob bering qizim 3 yosh, zipir, men homiladorligimda judayam o'g'il kutganman. Qalbga yo'lda judayam zo'r o'zgarish bo'lgan. Hayotimda ajoyib. Shunga yechim ko'rsatvoring iltimos. Nargiz, siz qanaqadir kurslarimizda o'qiysizmi? Initiatsion kurslarimizda. Zipir bo'layotgan bo'lsa, sizga hozir bizda yaqinda o'tkazildi, juda kuchli berildi. Shuncha o'qisam ham o'zimda ham shunaqa kuchli transformatsiyalar, ochilishlar, hislar, natijalar bo'lishni boshladi. Buyukligingni yodga ol kursini olib, bor yo'g'i 3 kunlik kurs. Narxi ham judayam kelishimli. Mana shu kursni olsangiz, shu savolingizga javob olasiz deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Bu kurslar, darslar homiladorlarga ham mumkinmi? Homilaga ta'siri qanaqa bo'ladi? Bizda judayam kuchli initiatsion kurslarimizda homiladorlar ham o'qigan. Hammani o'zini qabul qilishiga bog'liq. Albatta ko'tarishlar bo'ladi. Buni hisobga olish kerak. Bu yerda javobgarlik o'zingizga olishingiz kerak, o'zingiz olishingiz kerak. Ya'ni bu yerda sizdan javobgarlik talab qilinadi. Chunki bu initiatsiyalarni farzandlarimiz ham eshitib, o'zi bunaqa darslar boshlanganda jamiki bola-chalar, farzandlar oldimizga yig'ilib oladi. Homiladorlar eshitib, bu kurslar bilan birga farzandini tug'ib katta qilishyapti. Javobgarlikni o'zlarini bo'yniga olgan holda qattiq bu kurslarga xohish bo'lsa, javobgarlikni olasiz. Chunki baribir hamrohlik bor. Savollarga baribir deyarli 24 soat javob berib turamiz, yo'naltirib turamiz. Sizdan esa tanlov va javobgarlik. Ya'ni unaqa jiddiy qanaqadir ta'sir bo'lmaydi, ya'ni farzandingizga ta'siri bo'lmaydi. Hin qo'rqqan narsa, o'ylagan narsa bo'ladi doim, to'g'rimi? Shu savolga tushunmadim. Hin degan so'zga tushunmadim. Boylik kodi 1-2 ni eshitdim, shartsiz sevgini eshitdim va hammaga xohlaganday yashashga ruxsat bergandim. Erim boshqani nikohiga oldi. Endi nima qilay? Biz bir narsani tushunishimiz kerakda hozir. Ya'ni ruxsat bersam, o'zingizdan qarab ko'ring. Ruxsat berdim va turmush o'rtog'im boshqani o'z nikohiga oldi deyapsiz. Bu shunchaki bo'layotgan yoki bo'lgan jarayon bo'lgan bo'lishi mumkin. Sizga asl haqiqat ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Keyingisi, chastota ko'targanmiz, vibratsiyalarimiz ko'tarilganda bizdan chiqib ketishi kerak bo'lgan insonlar, vaziyatlar baribir ham chiqib ketadi. Hayotimiz davomida o'qimasak ham chiqadi. Chiqadigan inson, vaziyat ham nimaiki kerak bo'lsa, faqat u sekin, juda qiynoqli tarzda bo'ladi. Bu yerda tezlashadi. Bu yana bitta taraf bo'lishi mumkin. O'zingiz ustingizda yana ham chuqurroq ishlab, asl munosabatlar, asl hislarni ochishga. Hech qachon bir insonni ketdi, butunlayga ketdi ham deb bo'lmaydi. Menimcha kuzatishimiz kerak va butunlayga qoldi ham deb bo'lmaydi. Faqat sizga tavsiyam shu ruxsat berganingiz uchun o'zingizni ayblamang. Ya'ni bu yerda ozgina
Vidima ayblovim borda, ruxsat berganim uchun, ruxsat bermaganimda, kontrol qilganimda balkim ketmas deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Unday emas. Ya'ni kuzating. Bu yerda chuqurroq anglashga qaratilinishi kerak. Yana qaytadan darslarni eshiting degan bo'lardik. Sababi, biz qanaqadir kurs olamiz, o'zimizdan kelib chiqib gapiramiz yana. U kursni eshitamiz, u kursni judayam tor ongda eshitamiz. Nega eshitganimizda ongimiz kengayishni boshlaydi. Ongimiz hajmi qancha bo'lsa, o'shancha miqdorda anglasha olamiz. Ya'ni o'sha darslarni shundoq eshitamiz. Keyin eshitib, ozgina dam olib qaytadan eshitsak, umuman boshqa ruhda, kengaygan ongda qabul qilamiz, aslilikda qabul qilamiz. Ruxsat bering, hamma narsaga ruxsat beringni ham hamma har xil tushunadi, hamma har xil qabul qiladi. Ruxsat berganim uchun bo'ldi deb ayblamang degan bo'lardim. Endi hayotingizni qanday yo'sinda yurg'izmoqchisiz? O'zi nima xohlayapsiz? Ko'proq shunga qarating degan bo'lardim. Men juda ta'sirliman va ko'p o'ylanaman. Bir ish qilishdan oldin ikkilanaveraman. Qaysi yo'nalishda o'qisam bo'ladi? Hamma darslarimizni anglasha olishingiz mumkin. Hamma darslarimiz bitta mavzu qo'yilganda, lekin uni chegarasi yo'q. Bitta mavzu o'sha bitta kursda butun hayotiy mavzu ochib beriladi. Siz ta'sirli bo'lsangiz, agar umuman kurslarimizni umuman o'qimagan bo'lsangiz, boshlashingiz mumkin. Shart sevgidan. Undan tashqari, mana bu bepul darslarimizda ham mana shu o'ziga ishonch bo'yicha judayam ko'p informatsiya, texnika bor. Agar siz eshitmagan bo'lsangiz bepul darslarimizni. Assalomu alaykum. Shartsiz sevgi kursini 2020-yil oldim. Mendagi o'zgarishlar juda ham hayratlanarli. Men hammaga hamma kurslarni o'qishni aytgan bo'lardim. Men bepul darslardan boshladim. Qoyil qoldim. Hozir shu yerda Sapfira, siz ham eshitayotgan bo'lsangiz, sizdan juda ham minnatdorman. Ustozimizga, Sapfiraga sizni tashakkurlaringizni yetkazib qo'yamiz. Nima uchun kurslarni sotib olsak, ko'tarilish bo'ladi? Chiroyli yo'l bilan o'tkazsa bo'lmaydimi? Hozir buni ochib berishga harakat qilamiz. Sotib olganingizda siz javobgarligini olasiz. Siz kirim qilasiz va butunlay o'zgarishga kirishdingiz degani. Chiroyli yo'l bilan o'tsak bo'lmaydimi deyapsiz. Biz o'zimiz o'qiganimizda shunaqa narsani tushunganman. Men o'zim ong ostimizda, ichimda, o'y-hayollarimda, anglamagan dunyomda, ongli dunyom bor, anglamagan ichimdagi dunyoda shunaqa ko'p narsalar, shunaqa ko'p dasturlar, to'siqlar, bloklar bor ekanki, men buni даже boram deb o'ylamaganman. O'shalar yuzaga chiqishni boshlaydi-da. Ular yuzaga chiqayotganda atrof buni ko'pirtirib ko'rsatishni boshlaydi. Aqlimizni analiz qilib olish uchun. Ya'ni biz bu bilimlar butunlay javobgarlikni o'zimizga olamizda. Sevgi uyg'onib ketadi, hech kimni ayblay olmaymiz. Insonlar ko'rsatishni boshlaydi, ichimizda nima yashayotganligini. Aslida insonlar yo'q-ku. Ya'ni chiroyli yo'l bilan o'tsak bo'lmaydimi deyapsiz-da. Men shunday degan bo'lardim. Hammasi chiroyli bo'laversa, hammasi boshidan yaxshi bo'laversa, doimiy yaxshi bo'laversa, insonni o'zi yashashga xohishi ham qolmasa kerak. Bu yerda qiyin yo'l tanlanmayapti. Shunchaki bu yo'lda shunaqa kuchli transformatsiyalar, bu ichimizda bostirilingan, o'zi ichimizda yashayotgan vaziyatlar hayotimizda sekin tomchi, xuddi osma ukollar bor. Sekin tomizadi. Sekin tomchi bo'lib yashayotgandik. Unchalik bilinmayotgandi. Endi bu chastotani olganimizdan keyin u ichimizdagi tomchi emas, butunlay yuzaga chiqadi. Qaytib to'lmaslik uchun, qaytib hayotimizda bo'lmaslik uchun. Shuning uchun qiyin, ya'ni shunaqa payt qiyin demay turib qarab turish kerak-da. Aslida bu qiyin emas, chunki bu bilimlarda chastota qurol bor, tez yashab o'tishga, sevgida eritishga. Sapfirani hamma kurslarini juda kuchli va manfaatli. Tekinga berilgan bitta dars ham xuddi to'liq kursdek ishlaydi. Kuchli transformatsiyalar bo'ladi. Tashakkur, sevgilarim.
Assalomu alaykum. Men Sapfiryan qalbga yo'l kursini YouTube'da eshitib, ongim, qalbim o'zgardi. Savolim, o'g'illarimni uylantirishimiz kerak. Yoshlari 28 da, negadir to'siqlar bo'lyapti. Sapfira va komandasiga cheksiz sevgim. Faqat qalbga yo'l eshitgan bo'lsangiz, bizda bepul kurslarimiz va bepul initiatsiyalarimiz judayam ko'p va shunga o'xshash savollarga judayam javoblar ham ko'p. Biz bugun so'ragan bo'lardik, asosan yoshlik va go'zallik geni bo'yicha savollar bo'lsa, ochib berishga qaratilgandi efirimiz. Hamma kurslarda oltinga teng energiyalar, oltinga teng natijalar bo'ladi, albatta. Safira va kuratorlarning barchasiga благодарю. Har biringizga biz ham tashakkurligimizni bildiramiz. Biz bilan birga ekanligingizdan, o'zingiz ustida ishlashda to'xtamayotganligingizdan, har bitta mehnatlaringizga tashakkurlik bildiramiz. Safira insonlardan emas, o'sha o'lchamlarni tark etasiz degandi. O'lchamda siz vibratsiya ko'tarayotganda, o'sha o'lchamda qolishi kerak bo'lgan insonlar qoladi baribir ham. Lekin har doim bitta nuqtada xulosa qilib bo'lmaydi, kuzatish kerak. Bu qanaqadir transformatsion jarayon, period bo'lishi ham mumkin. Hamma hayron bo'lgan bu homilador vaqti juda ko'p qiynalib, depressiyada yurdi, bolasi sog'lom tug'ildimikan degan savol bo'lgan. Atrofimdagilarni lekin men ishonardim bolamgadayam karma tozalanadi deb. Tug'ilganda top-toza tug'ilgan, cho'miltirgandek. Menda o'z ishimda ishlagim kelmay qolgan, majburlab o'zimni ishga boryapman. Qaysi sohada o'zimni ochishni bilmayapman. Nima qilsam bo'ladi? Agar siz hozir bizni yangitdan kuzatayotgan bo'lsangiz, bepul kurslarimizni eshitishni boshlasangiz bo'ladi. Efirdan keyin administratorlarimizga bizga murojaat qilsangiz, biz sizga bepul kurslar ro'yxatini, ssilkalarini tashlab beramiz. Salom jonim, yoshlik va go'zallik genida sog'liqni tiklasa bo'ladimi? Bilasizmi, o'zi bu initiatsiyalar qayta-qayta eshitganda kasallik o'lchamini butunlayga tark etsa bo'ladi. Bu yerda yana aytaman, javobgarlik, ishonch va sifatli mehnat kerak. Yoshlik va go'zallik geniga qaratilgandan keyin o'zingiz o'ylab ko'ring. Yoshlik geni uyg'ongandan keyin avtomatik ravishda qarilik genini, qarilik energiyalarini biz tark etamiz. Qonimiz yaxshi aylanishni boshlaydi. Qon aylanishi yaxshilangandan keyin bu sog'lomlashtirishga qaratilinadi. Hozirgi initiatsiyalar bor. Judayam ko'p, har bitta hujayra, ya'ni har bitta holatimizda ishlashga berilgan koordinatalar bor. Albatta, endi shunchaki men bu yerda hozir sizga ha deb 100% garantiya beraman, lekin natija ko'p. Xuddi shunday natijalar ko'p. Natija bo'lmaydi ham demayman. Bu sizni qandoq eshitishingizga, qandoq bajarishingizga, qandoq qabul qilishingizga bog'liq. Bo'lib to'lashni yo'lga qo'ying, iltimos. Bizda juda ham ko'p kurslarimiz bo'lib to'lashga, ya'ni chegirmalar, qulayliklar qilib berilgan. Xayrli kech, men sog'lig'imsizligim tufayli ishlamayman, daromadim yo'q. Oxirgi vaqtlar erim qarzga kirib ketdi. Erimizga rivoji uchun qanday savol tepada qolib ketdi. Qanday fikrda yordam bersam bo'ladi? Bunga ham Dilnoza Jumaboyevni bepul kurslarimizni barchasini eshitib chiqing degan bo'lardim. Bepul kurslarimizni ham qalbga yo'l, ham oila va shaxsiy hayot, hamda pul oqimini och, umuman chegarasi yo'q bilimlar, texnikalar hammasi ishlaydigan metodlar berilgan. Assalomu alaykum, men Rossiyada ishlab keldim. O'zbekistondaman hozir. Ish topa olmay juda qiynalyapman. Maslahat bering iltimos. Sizga ham bepul kurslarimizni eshitishingizni tavsiya qilamiz. Hozir yoshlik va go'zallik geni nechinchisi sotuvda? Barchasi sotuvda hozir. Barchasi hozir, ya'ni 9ta dars bo'lsa, o'zi birinchisi bepul sovg'a tarzida YouTube'da berilgan. Qolgan hammasi birgalikda sotuvda va hozirgi bo'layotgan yoshlik va go'zallik geni kursimiz kurator hamrohligida olib borilyapti, qo'llab-quvvatlovda, yo'naltirishda. Oldin kursni sotib olganlar yana sotib olamizmi? Agar siz yoshlik va go'zallik geni haqida aytayotgan bo'lsangiz, administratorlarimizga murojaat qilsangiz, u yerda qanaqadir chegirma, ya'ni farqi bor, oldin sotib olgan bo'lsangiz, baribir hozirgi bo'layotgan, xuddi jonli bo'layotgan, ya'ni
yoshlik va go'zallik geni kursi, ya'ni kurator boshligida umuman boshqacha tarzda bo'lyapti. Boshqa energiyada, boshqa shukuhda, boshqa ruhda bo'lyapti. Ya'ni har doim uni kuchi bo'lgan. Yo'naltirish, savollarga javob bilan olib borilyapti. Assalomu alaykum. Menda oldin Safirang kurslarini olishga uzoqlik his qilardim. Menga hali ancha bor deb o'ylardim. Hozir koordinatalarimni ancha o'zgartirdim. Hozir tayyorman, lekin negadir yo'lim ochilmayapti. Pul tomonlama nima qilsam bo'ladi? Hozir biz tayyor bo'lganimizda, butunlay ochilganimizda, qattiq xohlaganimizda bu kurslarga albatta pul topiladi. Qarab ko'ring, yana qayerda siz oxirigacha ruxsat bermayapsiz. Chunki mana oldindan ham kurslar olishga qandaydir uzoqlik his qilardim. Qayerdadir qaysidir his-tuyg'ular, qaysidir to'siqlar qolib ketmadimi? Nega ruxsat bera olmayapsiz? Nima uchun kira olmayapsiz? Demak, hali biz men mana shu bilimlarda bildimda o'zimda. Mana shu joyini aytib o'tib ketay. Agar biz butunlay tayyor bo'lsak, butunlay ochilishga nima bo'lishidan qat'iy nazar, chunki biz gohida kursga kirib o'zgarishlardan qo'rqamiz. Shu paytgacha erishib o'zimizga yaratib olgan komfortimizni yo'qotishdan qo'rqamiz. Atrofdagilarni yo'qotishdan qo'rqamiz. Shunaqa paytda ham pul kelmaydi shu. Bu bir tarafi. Lekin men shuni o'zim tajribamda tushundimki, butunlay tayyor bo'lsak, yo'q, yo'q, mana yo'q joydan ham pul keladi. Pul albatta keladi. Pul sabab emas, ya'ni bizni ongimiz tayyorligi ekan hammasiga. Buni nega butunlay уверенный ishonch bilan aytyapman? A, juda ko'p juda ko'p, bunga amin bo'ldim, ya'ni tajribamdan o'tdi va buni juda ko'p отзыв qilib berdim, yana beraman, что men tayyor bo'lsam, nimaiki bo'lishidan qat'iy nazar har doim. Chunki ham kurs xohlaymiz, ham bu yerdan komfortni yo'qotgimiz kelmaydi, qo'rqib turamizda, to'sib turamiz o'zimiz, kontrolni ushlab turamiz. Qattiq xohlaganimizda, ya'ni o'zimizni berib yuborganimizda, men tayyorman mayli o'zgarishlarga, lekin asllikka chiqaman. Asl hayotga, men xohlaydigan hayotga. Даже uni men xohlayotgan hayot ham deb bo'lmaydi. Men o'ylamagandim hayotim shunaqa o'zgarishini, shunaqa natijalar bo'lishini, shunaqa ochilib ketishini-da. Вот ana o'shalarga o'tishga, o'sha transformatsiyalarga rozi bo'lganimizda, butunlay ochilganimizda pul ham keladi. Assalomu alaykum Sevgi. Savol opa, pastga tushib ketyapti. Hozir hozir boshqa initiatsiya intensiv eshityapman, uni ham eshitsam bo'ladimi? Qaysi initiatsiyani eshitishga bog'liq? Qanaqa initiatsiya eshityapsiz? Bizdagi initiatsiyalarni eshityapsizmi? Qaysi kursda qatnashyapsiz? Uni ham eshitsa bo'ladimi deganingizda yoki yuqorida savolingizni qoldirdimmi? Ikkita kurs, birga bir vaqtda o'qib ketaversa bo'ladimi? Men buyukligingni yodga ol kursida o'qiyotgan edim. Bu kursni ham sotib olsam bo'ladimi? Agar siz buyukligingni yodga ol kursini olgan bo'lsangiz, buni olsangiz bo'ladi. Yoshlik va go'zallik genini birga olib ketsangiz bo'ladi. Buyukligini yodga ol bilan birga. Bepul initiatsiyalarni qayerdan olsak bo'ladi? Efirdan keyin bizga murojaat qilsangiz administratsiyamizga, biz sizga ssilkalarini, ro'yxatlarini tashlab beramiz. Bolam gapirmayapti, 5 yosh, autizm, nimani o'zgartirishim kerak? Gulayша. Sizga, bu savolingizga buyukligingni yodga ol kursini, o'zingiz uchun, mana shu bolangiz uchun oling degan bo'lardim. O'sha yerda nima qilishingiz kerak? Qandoq qadam bosishingiz kerak? Endi nimalar qilishingiz kerak? O'sha yerda ham nazariya berilgan, ham initsiatsiya berilgan. Initsiatsiya boya yuqorida aytganimdek, chastota ko'tarish orqali juda ko'p, ya'ni muammoli farzandlar va muammoli o'lchamlarni tark etish mumkin. Assalomu alaykum. Bu yoshlik, go'zallik geni kursida ongimiz vibratsiyasi nechinchi o'lchamlargacham darajasi ko'tariladi. Buni aniq mana shu o'lchamgacha ko'tariladi deb sizga hozir aytolmayman, lekin siz uni doimiy eshitish jarayonida juda yuqori, ya'ni har eshitganingizda 3 oy, 3 oydan ortiq, 1 yil eshitganingizda, judayam yuqori darajalarga ko'tariladi. Buni o'zingiz his qilasiz.
Assalomu alaykum sevgi. O'g'limni ko'zida egrilik bor, psixologik yechim bormi? Har bir tanamizdagi jarayonga psixologik yechim bor. Bizda shunaqa ishtirokchilarimiz bo'lgan, farzandlarini o'sha tuzalmaydi degan kasalliklardan o'tirib qattiq ishlab olib chiqib ketishgan. Meditsina, yuqori meditsina kursimizda shunaqa tuzalmaydi deb o'ylagan kasalliklar yechimi bo'lgan. Har bitta, ya'ni men ayta olaman, har bitta vaziyatda yechimi bor. Bunga faqat o'zini ustida chuqur ish, javobgarlik, mehnat talab etadi. Ferilitet o'tqazsa ham o'tkazadilarmi? Albatta o'tkazadilar. Yoshlik va go'zallik genini bo'lib turishga beringlar. Hozir $100 ekan qolgani. A, Assalomu alaykum. Men o'zimni ayblash ko'payib ketyapti. Nima maslahat berasiz? Nimadanki ayblash ko'payib ketyapti? Qaysidir kursda ishtirok etyapsizmi? Norali va Zulfiya. Assalomu alaykum. Meni erim umuman menga pul bergisi kelmaydi. Qaysi kursda o'qisam bo'ladi? Aslida turmush o'rtog'imiz bizga bermayotgan, demak biz o'zimizga bergimiz kelmayotgani, o'zimizdan qizg'anayotganimiz yoki atrofga bergimiz kelmayotgani. Hozir pulingiz bo'lmasa va qaysidir kursda o'qiy olmasangiz, bizda judayam sizni ochib yuboradigan, aynan mana shu vaziyatingizdan ham olib chiqadigan bepul kurslarimiz ko'p. Bizga murojaat qilsangiz, biz sizga ssilkalarni ro'yxatini tashlab beramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? YouTube'dagi bepul yoshlik va go'zallik geni initiatsiyasini necha marta eshitish kerak? Endi eshitmoqchi bo'lganlar uchun. Agar birinchi marta eshitayotgan bo'lsangiz, boshida birinchi kun birinchi qabul qilishingiz o'tirib, ongli eshitasiz, qabul qilasiz. Keyin kun davomida 2 marta eshitsangiz bo'ladi. Ya'ni birinchi marta olayotgan bo'lsangiz, o'tirib, ongli qabul qilib olasizda, keyingi kundan kuniga 2 martadan ishlaringizni qilib yurib, naushnik, ya'ni quloqchin taqib, yurgan yo'lingizda eshitib yursangiz bo'ladi. Birinchi haftada 2 marta eshitasiz, 7 kun. Birinchi hafta 2 marta eshitasiz, ya'ni 5 kun eshitasiz. Kuniga 2 martadan 2 kun dam olasiz. Deylik, dushanbadan jumagacha kuniga 2 marta eshitdingiz, 2 kun dam olasiz. Keyingi hafta 3 martaga o'tsangiz bo'ladi birinchi darsni. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yoshlik va go'zallik geni darsi orqali oqargan sochlar o'z holatiga qaytadimi? Qaytgan holatlari, natijalar juda ko'p bo'lgan. Chunki bu gen. Gen o'zgardi. Mana gen o'zini ishini bajaradi. Gen o'zgardi, bo'ldi, butun tana o'zgardi degani. Men bepul kurslarni eshitib ozdim, ammo ko'rganlar xunuk bo'lib qolibsiz deyishyapti. Parhez qilmasamda ozmoqdaman. Qanaqa qilib yoshlik va go'zallik geniga birgalikda bo'ladi? Savol, so'z noto'g'ri yozilibdi-da, tushunmadim. Birgalikda olib borsa bo'ladi deganmisiz? Bepul kurslarni eshitib bo'lgan bo'lsangiz, yoshlik va go'zallik genini sotib olib, ustingizda ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni qanaqadir savollar tug'ilsa yana javob beramiz, chunki savolni oxirgi so'zlariga tushunmadim. Rahmat hamma savollarga e'tibor bilan javob berayotganligingiz uchun. Sizlarga ham rahmat. Biz bilan birga ekanliklaring uchun. Biz doim aloqadamiz. Kursda qatnashasizmi, kursda qatnashmaysizmi? Har doim savollarga javob berishga, o'zimiz kelgan o'lchamlarga, bu sevgi nur dunyolariga olib chiqishga, birgalikda qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Yangi go'zallik geni nechta darsdan iborat? 9 ta darsdan iborat. Hozirgi bo'layotgan yangi emas, ya'ni kurator boshchiligida, kurator hamrohligida bo'lyapti. 9 ta darsdan iborat, ham nazariy, ham kuchli initiatsiyalar berilgan. Xayrli onsizliklar. Yaqinda qo'shildim. Men ustozni sog'indim. Tezroq yangi onlayn kurslarni qo'ysinlar, yetkazamiz. Ustozga boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman. Bepul darslardan boshlagandim. Boylik kodida 2 dan boshlaganman. Mana 1 yildan buyon mazza qilib sevgida yashayapman. Darslarni to'xtatgim yo'q. Men onajonimni ham shu yo'lga boshladim. Ta'rifga til ojiz. Komanda qizlariga ham sevgidaman. Men yoshlik va go'zallik genida 4 ta dars o'qidim. Mustahkam demoqchi bo'lgan shekilli, zo'r o'zgarishlarim qolganini ham mayda boshlamoqchiman.
Hozirda yoshim 31da, turmushga chiqqanman. Rosti hammani bergan savoli: "Nega sen 31ga kirganga o'xshamaysan, 18 yoshga o'xshaysan" deyishyapti. Sevgi qismlarim, sizlarni sevaman. Biz ham sizni sevamiz. Aaa, Odzivlaringiz, tashakkurlaringiz uchun sizgayam boshimiz yerga tekkuncha tashakkurlik bildiramiz, ta'zim qilamiz. Juda ko'p kurslarida o'qidim. Sapfirani shartsiz sevgi va yoshlik geni bir darsini eshitdim. Yangi yil potensialini ham eshitib yuribman. Hozirgi ishimda ishlagim kelmayapti. Atroflik ishla deydi. Men umuman ketgim kelyapti. Energiyam bilan davolashni xohlayapman. Bu uchun sizlarni qaysi kurslaringizda o'qisam bo'ladi? O'zi bu yo'lga kirgandan keyin asliga uyg'onib ketadi-da, his qilib qolasizda o'zimizni yo'limizda emas ekanligimizni. O'zimizga qarshi ketganimiz sari atrof ham qarshi ketishni boshlaydi. Energiya bilan sizda shu his uyg'ongan bo'lsa, men sizga o'zim tarafdan bu bo'yicha bizda kurslar ko'p. Master hujayra 1, master hujayra 2, professional psixolog, ezoterik o'tkazguvchilarni mahoratini oshirish yegipetskiy retriti ham juda chuqur, juda kuchli bo'lgan. Shaxsan o'zimda juda katta ochilishlar bo'lib ketgan. Ya'ni bilim kanali ochilgandek bo'lib qoladida, barcha savollaringizga hammasiga javob olasiz. Bu kurslar orqali va Sapfirani hamma kurslarida, professional psixolog, ezoterik kurslarida ham, mijozni pul natijasiga olib chiqish kursida ham, master hujayra 1, master hujayra 2, Yigitdagi masterlik mahoratini oshirish kursida klient bilan qandoq ishlash kerak, qanday o'zimizni energiyamizni to'g'ri yo'naltirish, qanaqa himoyada, hammasi shunaqa keng berilgan. Nafaqat klient bilan ishlash, ya'ni auditoriya bilan, administratsiya bilan shunaqa bilim berilganki, buni shunday deb ayta olaman, nafaqat insonlar bilan ishlashga, balki o'zimizni hayotimizda ham bu energiyalarni qanday ishlatish bo'yicha barcha bilim berilgan. Qalbga yo'lni eshityapman. Etap eshitish kerakmi? Ya'ni birdan boshlab oxirigacha har xil yo'q, birdan boshlab oxirigacha ya'ni birdan boshlab bosqichma-bosqich eshitib borsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki birinchi darsda berilgan, keyin ikkinchi darsda bu yerda o'sha insonni holati hisobga olinib, bosqichma-bosqich olib chiqilgan. Metodikalar ham xuddi shunday, ya'ni meditatsiyalar, texnikalar ham bosqichma-bosqich berilgan. Bepul initiatsiyadan ham foyda olganlar bormi? Juda ko'p. Bepul initiatsiyadan foyda olib kirib kelganlar ham ko'p. Bepul initiatsiyadan bir marta eshitib, ko'p narsaga ochilib, katta-katta jarayonlarga ochilib ketganlar ham bor. Kursni eshitganim, o'z ustimda ishlaganim sayin sog'lig'imda, ishimda yana ancha narsamda ayrishyapti. Shunda qanday yo'l tutay? Boshida ayrishyapti deb o'ylaysiz. Bular hammasini nur ongida qayta tiklaysiz. Ya'ni shu darajada tiklaysizki, to'xtamaydigan darajada. Eskisi, ya'ni yangisi kirib kelish uchun eskisidan voz kechishimiz kerak degan o'zbek maqoli bor. Bejizga aytilmaganda. Hozir shunaqa ayrishayotganda ko'rib olasiz o'zingizni dasturlaringizni, nima qilish kerakligini. Shunchaki farq shundaki, bo'lyapti transformatsiya. Bu hozircha demaymiz, ya'ni o'sha ko'tarilgan jarayonda qo'rquvda qolib ketamiz. Shu yerda qo'rquvga kirmay kuzatish kerak, darsni davom etish kerak, eshitishni bajarishni yangitdan yaratasiz. Men 1 yildan beri initiatsiyalar eshitib yuribman. Yonimda odamlar turolmay qolyapti. Hattoki xo'jayinim ham uxlolmayapti yonimda. Boshqalar qizib ketyapman deyaveradi. Buni anglashimga yordam bering. Yo'q, bu yerda anglaydigan narsa yo'q. Energiyangiz kuchayib ketadi. Sizda o'sha energiya ko'tarilib ketadi. Ya'ni qanaqadir og'riqli, dasturli insonlar, negativ hali fikrda yashaydigan insonlarda ko'tarish bo'lib ketadi sizni polengiz, ya'ni sizni maydoningizda ularda o'sha ko'tarilish bo'lib ketadi. Bu yerda anglash shuki, kuchingizni, o'zida energiyangizni his qiling degan bo'lardim. Hozir 2 daqiqa tanaffus va biz yana qaytamiz. Asosan, agar savollaringiz bo'lsa, yoshlik va go'zallik geniga oid, kursiga oid, oxirigacha javob ololmagan savollaringiz bo'lsa, javob berib, ochib berishga harakat qilamiz. Hozir 2 daqiqa tanaffus. Bizni asl, muqaddas oilamiz zarralari. Hozir yana bir ikkita savolga javob berib, keyin murojaat qilamiz. Hozirda mana shu efirimizda, ochiq efirimizda yoshlik va go'zallik genida ishtirok etayotgan qismlarimizdan
Agar gapirishni, natijalarini, vaziyatlarini, hozirgi protsess, ya'ni jarayonlari haqida bo'lishmoqchi bo'lgan qismlarimiz bo'lsa, yozsangiz, bildirsangiz o'zingiz, biz sizga mikrofon yoqib beramiz. Ya'ni agar bo'lishmoqchi bo'lsangiz, sizga mikrofon yoqib beramiz. Bemalol o'zingizni natijalaringiz bilan, protestlaringiz bilan bo'lishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Menda energiya yo'qolib bormoqda, yanada kasallik ko'paymoqda. Mana shu savol berilganda men kurslaringda o'qimayman yoki qaysidir kursingizda o'qiyman desak, savol aniqroq bo'lardi-da. Hozir men bilolmayapman, siz qanaqadir kursda o'qiysizmi, o'qimaysizmi? Hech bo'lmaganda bepul darslarni eshitganmisiz? Agar siz Alima Usenova hech qanaqa bizni bepul darslarimizni eshitmagan bo'lsangiz, unda bepul kurslardan eshitishni boshlasangiz, bemalol ayta olaman, energiyalaringiz joyiga qaytadi. Energiya qachon yo'qoladi? Qachonki, o'zimizni nima deydi, o'zimizni asl xohishlarimizni yashamayotganimizda, diqqatimizni butunlay tashqariga berib yuborganda, o'zimiz ichimizdan qaramaganimizda, ya'ni bunga judayam keng savol javob bersa bo'ladida, vaqt ko'p ketadi. Agar umuman hech qaysi bepul kurslar eshitmagan bo'lsangiz, o'sha yerdan eshitishni boshlang. Agar siz bepul kurslar eshitgansiz va initiatsiyalarga o'tgan bo'lsangiz, bu energiya yo'qolib borishi, bu tozalanish. Har bitta jarayon tozalanish jarayoni hisoblanadi. Men 2018-yildan beri kurslarni o'qiganman. Orada pauza bo'ldi. Endi yana o'qimoqchiman. Qaysi kursni tanlashni bilmayapman. O'g'lim NRS 3 yosh, qizimda ozgina epilepsiya. O'zim esa o'quvchilik davridagi orzuyim universitetga kirish xayolimdan ketmayapti. Bu nimadan? Bu o'sha orzu armon bo'lib qolib ketgandan, ya'ni o'sha payt nima sababdan kira olmagansiz, o farzandlaringizdagi vaziyat bo'yicha bemalol buyukligingni yodga ol. O'zi umuman boya aytgandek, har bitta kursimiz, misol uchun, siz hozir masterlik, ya'ni professional psixolog ezoterik kursini olsangiz ham vaziyatingizni tushunib olasiz. Har bitta kursimizni qirrasi, chegarasiz. Lekin hozirda farzandlaringiz bo'yicha buyukligingni yodga ol kursidan boshlasangiz bo'ladi. 3 kunlik kurs va bu buyukligingni yodga ol kursi 3 kunlik bo'lgani bilan uni hali ikkinchi qismi bor. Yanayam bu bo'lib chuqurroq tayyorlangan ikkinchi qismi bor. Bu ikkinchi qism qachon bo'lishini biz sizga e'lonini beramiz. Og'zim, yuzimdagi ajinlar kamaydi, terim tiniqlashgan. Bu yoshlik go'zalligidan o'tib shekilli. Men juda ko'p kurslarda qatnashdim. Ba'zi yo'nalishlarda natijalarim a'lo. Ba'zilarda hozircha jim tanaffus qilib, hech qaysi initiatsiyalarni eshitmay qo'yganim. Hozir kirdim darsga, boshimda kuchli og'riq bo'lmoqda. Tiqilish bo'lyapti, eskicha qilingan senga degan fikrlar shu kunlarga kelaveryapti. Bu darslarda qatnashganlarga eskicha ta'sir qiladimi? Yo'q. Bu darslarda qatnashganingizda unaqa past, agar u bo'ladigan bo'lsa ham, sizni energiyalaringiz shu qadar ko'tariladiki, bu energiyalar, ya'ni jon saqlay olmaydi, tura olmaydi. Bu juda kuchli energiyalar. Unaqa, ya'ni shunday degim kelyapti, даже u ongdan ham chiqib ketasiz, kimdir nima qildi degan va bu energiyalar shu qadar kuchliki, sizga past vibratsiyali mavjudotlar, programmalar, dasturlar ta'sir etolmaydi. Bu yana o'zingiz ustingizda sifatli ishlashga borib taqaladi. Assalomu alaykum. Sapfiraga chuqur bilimlar uchun cheksiz tashakkurman. Bu bilimlar bebaho bilimlar uchun tashakkur. Har bilimlarni cheksiz sevgida berganlar uchun cheksiz tashakkurlar bildirmoqchiman. Biz ham sizga mana shundoq chiroyli, saxiy tashakkurliklaringizni bildirganligingiz uchun tashakkurligimizni bildiramiz va chuqur ta'zim qilamiz. Darslardan 4 yoki 5 oy eshitmagandim. Bugun darsda kirganimda boshimda og'riq, tomoqda tiqqin bo'lyapti.
Hozir bu savolga javob berdim shekilli. Endi hozir agar o'tkazvormagan bo'lsam, ish haqida ham gapiring debsiz. Bu umuman boshqa mavzu. Hozir bunga vaqtimiz yetmaydi, lekin yana savol-javob efirlari qiladigan bo'lsak, o'zi endi bizni kuzatishda davom etsangiz, yangi kurslar bo'yicha efirlar qilamiz, ochiq efirlar, savol-javoblar, qaysidir mavzuga Sapfira o'zlari savol-javob efirlar qiladilar yoki qaysidir mavzuni olib chiqib yoritib beradilar. Bu zaproslarni, ya'ni sizdan kelayotgan murojaatlarni albatta yetkazamiz. Hozir biz Jannat ongi akademiyasi hozirgi davrda yoshlik va go'zallik geni bo'yicha gen kursida o'qiyotgan qismlarimiz shu yerda ishtirok etishayotgan bo'lsa va o'zlarida natijalar juda ko'p, chunki natijalar har kuni olamiz. Biz nafaqat hozirda bo'layotgan kursimiz, hozirda davom etayotgan kursimiz, balki oldin o'qigan yoshlik va go'zallik geni kursida o'qigan qismlarimizdan hali hamon uzluksiz natijalar olamiz har bitta kursimizdan. Agar kimdir gapirmoqchi bo'lsa, hozir to'g'ridan to'g'ri mikrofonni yoqib beramiz. Agar yo'q bo'lsa, shu bilan efirimizni yakunlaymiz. Men gapirmoqchiman. Nun. Hozir mikrofoningiz yoqib beriladi. Estara. Juda ko'p natijalar endi o'qib boshladim yoshlik va go'zallik genini. Jabbora va Sevara ham gapirmoqchilar. Hozir Nun ismli qismimiz ishtirokchimiz gapirmoqchilar. Estara yoqib berasizmi mikrofonlarni? Mikrofon ustiga bosib ko'ring, Nun. Mikrofoningiz yoqib berildi. Sevgi qismimiz Nun, mikrofoningiz yoqib berildi. Ustiga bosib ko'ring. Sevara, Jabbar va Sevara sizga ham yoqildi. Siz bosib ko'ring, kimda birinchi yoqilsa gapiraveramiz. Shu bilan Alaykum. assalomu alaykum. Rahmat. Men Jabbor va Sevaraman. Men lekin Safirada ustozda o'qimaganman, lekin juda ko'p darslarini eshitganman, bepul darslarini, lekin jonli darslarda ham ko'p ishtirok etganman. Har doim kanalni kuzatib boraman. Juda o'zimda ham juda ko'p o'zgarishlar bo'lgan. Yoshlik go'zal genini unaqiganman YouTube'da ko'rib. Go'zallik keyin har doim kanalda bo'lgan meditatsiyalarni bajarardim. O'sha tufayli uyg'onganman, lekin to'g'risini aytaman 3 yil oldin. Hozirda Elshixina ustozga shogirdlikka tushganman. O'zgarishlarim juda ham yaxshi, Xudoga shukr, lekin menda ham to'xtab qolish bo'layapti o'zmoz. Nima desam bo'lar ekan, haqiqatdan ham inson har bitta narsani ustoz aytganday sevgi his qilish bilan bo'ladida. Menda shu his-qillar yopilib qolganda, faqat bitta narsaga diqqatim qaratganman, qo'shimcha qila olmaganman-da. Ko'paytirishda o'sha ko'paytirishni, tanamni uyg'otishni, har bir hujayrani uyg'otishimni his qila olmaganman. O'zimda ko'p charchoq his qilar edim. O'sha narsaga to'yib tanamni dam oltirishni xohlardim, lekin o'sha narsani qila olmasdim. Bora-bora o'sha narsa meni ilmga yo'naltirdida. Hozirda faqat ilm olyapman. Allohga shukr, lekin baribir ham ko'p narsani Safira ustozdan o'rganganman-da, bepul kurslaridan. Juda katta natijalarga erishganman. Har bitta narsasini juda ko'p qilib ko'rganman-da. To'yganimcha qilaverardim-da. Mana shu hozirda pulim yo'q, kursga qatnasha olmayapman, pul bo'lsa vaqtim yo'q degan qismlarimizga
o'zi butun yer yuzida nima uchun qismlarimiz deb gapiramiz, ya'ni shunaqa birlik ongiga olib kelib qo'ygan ustoz, ya'ni bitta oilamiz hammamiz degan qismlarimizda pulim yo'q, vaqtim yo'q, qatnasha olmayman degan o'sha bepul kurslarda o'qib turib, bu kurslarga ochilib ketish juda katta ehtimol, juda katta yordam beradi, xizmat qiladida. Shunaqa cheksiz darajada saxiylikda bo'lishilingan. Bepul kurslar, initiatsiyalar ham berilgan. Sizdagi mana o'zingiz ham hozir buni isboti bilan aytib turibsiz. Sizdagi har bitta to'xtash, shuni tushundim. Boshida baribir inson to'xtashda bo'ladi, chunki biz istalgan kursga talabda kiramiz. Hozir kiraman deb birdan zo'r bo'lib ketishini kutamizda va shu talabda qarashni boshlaymiz. Lekin tushunishimiz kerak, har bitta to'xtash bu yangi etapga, yangi bosqichga olib o'tadi bizni. Ya'ni o'sha shu bilimlarga kirib kelishimiz ham shu hozirda kimni hayotda qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar, bu faqat asliyatingga qayt, o'zingni yo'lingga kel. Ya'ni mana shu nur bilimlariga kirib kelishga xizmat qilayotgan bo'ladi. Xuddi shunday sizda endi bu yoqqa kirgandan keyin to'xtash borgan sari yuqoriga qarab ketganimiz sababli istalgan to'xtash sizni keyingi bosqichga olib o'tadi. Yana gaplaringizni lekin o'sha praktikalarni bajarib ko'rganman, dadam bilan onam bilan bo'lgan munosabatlarda qilib ko'rganimda o'xshaganda, lekin demak o'xshaydi ekan degan bepul kurslaridan o'xshatganmanda, lekin haqiqatdan ham bitta narsani guvohi bo'ldim. Bugun ham o'sha narsani esladim. 3 kundan beri dars tayyorlamayotgandim. Men o'zi boshida kirganimda ham o'xshaydi, o'xshasa o'xshaydi, o'xshamasa qaytaman degan ma'no menga bugun o'sha narsa insight berildida. Demak deganman, o'zim kelgandan keyin o'sha o'xshasa o'xshadi, o'xshamasa o'zim shunaqa degan ekanman, o'zim qaror chiqargan ekanman degan narsaga keldimda. Bugun yana uyg'ondimda, darslarda qilishni boshladim-da. O'shaning uchun ham rahmat aytaman. Baribir ham ilm haqiqatdan ham juda zo'r, odamni nima deydi, yuqori onga chiqarib qo'yadigan darajada ilmda. Men juda ko'p guvoh bo'lganman bu narsa o'zim hayotimda ham, to'g'risida. Yuqori natijalarga ham chiqqanman ilm orqali, to'g'risi ayta olaman. Inson o'zini unutmasligi kerak avvalambor deyman. Har bitta narsa o'zimizdan boshlangan sababi inson o'zini unutganda hamma narsani unutadi. Bu ham to'g'ri-da. O'zim uchun qaysi ma'noda inson o'zini unutgandan keyin bu tanasi, butun vujudi qaysi tarafi yemirilib ketayotgan o'zi ham bilmas ekanda odam. Lekin men nima deydi, o'zlikda emas, ongsiz ravishda qilingan narsa baribir ham xohlaymizmi yo'qmi o'sha etapga bizni yana qaytarib olib qo'yar ekanda, olib borib qo'yar ekanda. Shu etapdan yashab o'tmaganimizcha biz o'sha narsa o'tolmasmizda. Shuning uchun biz ming kurashib, o'z vaqtida dam olmay, o'z vaqtida o'sha ilmimizni olmas ekanmiz. Mana shu narsani bugun men angladim. 3 oy bo'ldi, tinimsiz dars qilayotgandim. Xuddi 3 yil orqaga qaytganimni his qildimda. Xuddi qariganda his qilardim o'zimda-da. Charchab, qarigan his qilardim. Keyin 3 oy mana davomida o'zimga dam berib, ilmlar olganimdan keyin xuddi 3 yilga izimga qaytib, qaytadan tug'ilganligimni his qildimda darslar mobaynida. O'shaning uchun ham inson mana yillar mobaynida men shuncha ish qilib qo'ydim, boshqa narsa deb o'ylaymiz, lekin aslida baribir o'sha narsaga hayotga qaytib qolganimizda o'zimiz bilmaymiz. Ongsiz ravishda qilamiz bu narsani aslida, lekin ilm bilan o'zimizda o'sha topgan anomimiz nima deydi, nechadir foizini ilmga bag'ishlayotganimizda biz o'sha narsadan ertaroq o'tamizda. Masalan, deylik, qiyinchilikdan bizga berilgan o'sha narsadan ilm bilan o'tganimizda biz nima deydi, 2 yil o'sha ilmdan yengil o'ta olamiz. O'sha narsani o'zimizga chaqira olamiz. Ongni miyamizga sig'dira olar ekanmiz. Inson o'sha narsani sig'dira olganda o'sha sig'imda yashar ekanda. O'shaning uchun ham hozir mana shunaqa chiroyli gapiryapsizda, keyin gapiryapsiz, gapingizni oldim. yo'q. Ya'ni shunaqa gapiryapsiz, o'sha anglashlaringiz bilan. Demak, bu o'sha mana shunaqa natijaga shu bilim olib keldi demoqchisizda. Har bitta narsani his qilib turishga, har bitta vaziyat nega bo'layotgani, bu nimaga olib kelishi. O'sha narsa bitta narsaga qo'l qoldim, yana ham inson ongida o'sha narsani sig'dira olsa, miyasidagi har bir chastota uyg'onar ekanda. Mana men orqa miyam og'rirdi, nimagadir uni o'sha sababini o'sha vaqtda bilmas edim, lekin bilimlarga kirib kelganimdan keyin sezganman. Demak, meni orqada miyamda hujayralar to'xtab qolganini his qilganman-da. Charchoqni his qilganman, tanam og'rishni his qilganman. O'shaning uchun ham mendagi o'sha jarayonlar tugab borayotganini sezganimdan keyin o'qishni boshlaganimda to'yinib boshladim-da. Tanam to'yinib boshladi, miyam to'yinib boshladi. Qanaqadir kuchga kirib boshladi.
Mhm. qo'yadigan fikrlarim o'zgarib boshladi to'g'risida, lekin judayam zo'r pul topganman, lekin Xudoga shukur deyman o'sha tarafdan ham, lekin o'z joyiga qo'yolmaganman o'sha pulimni. O'shaning uchun ham birinchi o'rinda odam tanasida o'sha miyani deydi, o'sha go'zal hayotni, o'sha pullarni va har bitta narsani tartib bo'ladi, odam miyasida bo'lar ekan. O'sha narsani biz sig'dirib olganimizda o'sha narsa ko'payib ketish jarayoni ko'payar ekanda. Mhm. Menda ham o'sha vaziyat bo'lgan, pulsizlik vaziyati ham, lekin o'shanda inson o'sha paytdan ham qo'rqmay o'ta olishi kerak ekanda. Chunki bu yangi yo'lda, masalan, kirgan Aynen. yo'limiz yangi. O'shaning uchun ham biz eski yo'lga qaytishni, chunki eski yo'l osonligini o'rganar ekanda, yangi yo'lda yo'lini topmas ekan. Moslashib olgancha, o'sha yo'lga kirib olgancha, yo'llarni to'g'rilab olgancha o'sha har bitta narsani inson qilsa bo'lar ekan degan qarorga kelganman. Lekin yoshligimdan beri o'zimda ko'p shug'ullanganman. Har bitta narsani o'zimda qilib ko'rganman. Bu narsani qildim, bu narsani qilib ko'rsam, demak, bu tarafini qilib ko'rishim kerak. O'ng va chap tarafini har doim o'zimda sinab ko'rganman. O'shaning uchun ham 2019dan beri o'qib kelaman lekin bilimlarda, lekin to'xtatib qo'yib, qilmay shu 2025ga kelib qoldim-da. Rahmat sizga bo'lishganingiz uchun. Rahmat, lekin avvalambor mana ustozimga ming bor rahmat aytaman, Safira ustozimga. Chunki inson mana har bitta narsani jarayoni, chunki 2013dan beri kuzatmayman. 2017-18 kuzataman. Inson shuncha narsani o'ziga olishlik ham juda bitta katta narsa-da. Chunki har bitta inson o'zining tanasiga o'tqazib, o'sha narsani berish ham, men o'zimda birinchi marta kirib kelganimda qo'rqqanman, bekinib olganman-da, judayam-da. O'shaning uchun ham shu ustoz o'zida o'sha narsani qila olishlik jasoratini masalan deydi, baribir ham shuncha insonlarga o'tkazib berib, avvalambor rahmat aytgan bo'lardim. To'g'risida shu yo'lda hormasligini, ilmlari yana ham bardavom Rahmat. bo'lishligini Har bitta xohlardim. tilaklaringizni yetkazib qo'yamiz. Rahmat sizga. Sizga ham rahmat. Rahmat. Har doim Rahmat. savol berib yo'llaganimda ham javobini qaytargansizlar-da, o'shanga ham rahmat aytaman, to'g'risi. Rahmat sizga. Rahmat. Sog' bo'ling. Hozir biz faqat yoshlik va go'zallik geni ishtirokchilaridan natijalari bilan bo'lishlarini iltimos qildik. Efirimiz shunga bag'ishlanganligi sabab siz yoshlik va go'zallik genida qatnashyapsizmi? Hozir mikrofon yoqib berishni so'radingiz. Mana bu yoqda men ham sapfirani meditatsiyalardan juda katta natijalar olgandim, minnatdorman. Bepul darslar, mana men bepul nafosat, men bepul darslardan praktikasidan miomadan xalos bo'lganman. Allohga shukur, sapfiraga chuqur tashakkurligimni bildiraman. Mana nimaga mehr bersak, o'sha yerda o'sish bo'ladi. Buni hamma biladi. Nimaga diqqat qaratsak. Demak, ishonch bilan, ixlos bilan praktika bitta o'sha yo'nalishga qaratib davomiy qilingan ko'tarilishlar bo'lgandir. Ishonchda qilinganda istalgan vaziyatdan, istalgan o'sha sog'lomsizlikdan chiqib ketish mumkin. Muhimi o'sha boshlagan ishni oxiriga yetkazish kerakda. Boyagi yarim yo'lda ko'tarilishlar bo'lganda, yo bo'lmas ekan, qattiq ko'tarilishlar bo'lib ketdi deb ko'pchilik qo'rqib qoladi. Mana shu jarayondan o'tib olish kerak. Shu sababli hozir yoshlik va go'zallik geni kursimiz kurator hamrohligida, ya'ni turib qolgan joyingizda qo'llab-quvvatlash, qanday o'tish, o'zi darslarda ham har bitta kurator bo'lsa bo'lmasa, har bitta darsda ustozimiz Sapfira qanday o'tish kerakligi aytilgan. Baribir biz qandaydir jarayonlarda ozgina to'xtash sodir etamiz. Agar boshqa gapiradiganlar bo'lmasa, biz efirimizni yakunlaymiz. Yoshlik bepul darsidan anglash oldim aytmoqchi edim. Rahmat. Agar mikrofon yoqib bermagan va ichingizda qanaqadir sizni tashakkurliklaringiz, odzivlaringiz qolib ketgan bo'lsa, bemalol bizga audio ko'rinishda yoki tekst formatda yo'llasangiz, har bitta qismimizni xohlasin bepul darslarimizni o'qiydigan, xohlang ishtirokchiman bu pullik darslarimizni bizni har bitta ishtirokchimizni holati, natijasi, yashab o'tayotgan vaziyati, dars qandoq eshityapti, nimalar o'zgardi, bizga juda qiziq. Ya'ni har bitta holati har doim biz uchun bu qiziq bo'lgan. Olib o'tish, o'sha natijaga olib kelib berish, biz kelgan va kelayotgan, ketishda davom etayotgan yo'lga olib kelish biz uchun maroqli, zavqli, ya'ni biz uchun faqat xursandchilik tug'diradi. Har biringizga efirda ishtirok etganingiz uchun katta tashakkurlik bildiramiz. Mana shu oddiy efirga kirib ham eshitib, mana shu savol-javobni eshitish ham bu o'zingizga ajratgan vaqtingiz, o'zingizga vaqt kiritganingiz, o'zingizga vaqt investitsiya qilganligingiz.
Bu ham o'z-o'ziga sevgi deyiladi. Har biringizga kattakon rahmat. Agar yoshlik va go'zallik geni kursi bo'yicha savollar qolib ketgan bo'lsa, o'qilmay, chunki ko'p savollar yuqoriga chiqib ketdi. Ulgurganimcha javob berdim. Qolib ketgan bo'lsa, biz sizlarga qolib ketgan savollarni bizga yuborsangiz, ularga keyin javob berib, ochib berishga tayyormiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Har biringizga ongingizni eng yuqori darajalarga, eng yuqori nur stansiyalariga yetib borishni, ulanishni, nur stansiyalarida yashashni tilab, bugungi efirimizni yakunlaymiz. Har biringizni sevamiz. Biz bilan birga bo'ling. Yangiliklar ulashishda davom etamiz.